inson o'zini o'zi qatl qilishligi ulkan gunohligi, qotlun nafs. Ya'ni hozirgi tilda suitsid deyiladi. O'zini o'zi qatl qilishligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda marhamat qilib aytadilar: "Inna rajulan mimman kana qablakum kharaja bihi qurhatun, falamma adathu intaza'a sahman min kinanatihi fanakaha, falam yarqa ad-damu hatta mata. Qala rabbukum qad harramtu alayhi al-jannata." Sizlardan avvalgi yashab o'tgan odamlardan bir kishi jasadiga yara chiqdi. Yarasidan qattiq aziyat chekdi-da, o'zini o'qdonidan bitta bir kamonni o'qini sug'urdi, boyaga jarohatini yorib tashladi. Yaradan qon oqish to'xtamadi, natijada o'ldi. Robbingiz tahqiq unga jannatni harom qildim dedi. Ya'ni muttafaq alayhi bo'lgan hadisda bu kishi o'zini qatl qilishlik niyatida boyaga jarohatini yordi. Dori surkashlik yoki bir shifo maqsadida boshqa sabab bilan emas, o'zini qatl qilishligi uchun. O'zini qatl qilishligi uchun. Alloh azza va jallaning siz bilan bizga qo'ygan hududlari bor, chegaralari bor. U hadlardan o'tmaslik kerak. Siz bilan bizdagi bu jon birodarlar Alloh taoloning mulki. Bu hayotni, bu jonni Alloh taolo berdi. Uni olishlikka faqatgina Alloh azza va jallaning haqqi bor. Kishi o'zini o'zi qatl qilar ekan, gunoh kabiralarning ulkanini qilgan bo'ladi. Tilka hududulloh fala ta'taduha va man yata'adda hududallohi fa ulayka humuz zolimun. Ana o'shalar dedi Alloh taolo, boyaga chegaralar Allohning hududlari, hadlari. Uni oqlab o'tmanglar. U chegaradan o'tmanglar, chunki kim ana shu chegaralardan oshib o'tadigan bo'lsa, ana o'shalar zolimlardir. Demak, bu hadisdan olinadigan xulosalardan bittasi, inson uni qatl bo'lishiga, o'lishiga sabab bo'ladigan ishlarni qilishligi ham harom ekanligiga kelib chiqadi. Bu odam jarohatini yorib tashladi o'ldirishlik maqsadida. Bir odam o'zini osib qo'yadi. Kimdir zahar ichadi, kimdir bir boshqa yo'lni qiladi, tog'dan tashlab yuboradi. Ya'ni bular to'g'ridan to'g'ri qatl qilishlik uchun qilingan bo'lsa, bundan boshqa yengilroq ishlar bor, lekin ularning oqibati yana aylanib borib o'limga olib boradi. Nimani aytmoqchiman shu topda? Dori ichmaslikda aytyapman. Yo'q, dorini ichsa bo'ladi, shifo niyati. Sigaret, nos, aroq. Xullas, sizni salomatchiligingiz yo'q bo'lishiga, sizni o'limingizga sabab bo'ladigan ishni qilar ekansiz, siz harom ish qilyapsiz. Yana ko'chalarda sigaretni ko'rsatib chekib yurishlik rusumga kirib qoldi, odatga kirib qoldi. Sigaret chekishlik bundan bir 10 yillar burun birdaniga pasayib ketuvdi. Sigaret chekayotganlar bekitib chekayotdi. Sigaretini puydab odamlarga ko'rinayotgan bo'lsa, sigaretsiz ko'rinyapti, lekin oxirgi 2 yil bu yoqda e'tibor bersalar, nagala shunday ketinyapti. Qo'lida sigaret, mashina minib ketyapti. Ko'chada sigaret chekib turibdi. Kerak bo'lsa soqol qo'yganlar ham bor ularning ichida. Tushunarlimi? Harom, sigaret chekishlik harom birodarlar. Kim sigaret sotayotgan bo'lsa, harom bor tijoratida. Kim sigaretni pulga olayotgan bo'lsa, pulini haromga sarflayapti. Qiyomatda javob beradi bu narsaga. Sigaret chekayotganlar harom ish qilyapsizlar. Sizlar sigaret chekib turganingizda salom bermasdan o'tib ketsa birov, xafa bo'lmanglar. Chunki siz harom ish qilayotgan paytda sizga assalomu alaykum deb turib, sizga salomatchilik tilolmaydi. Chunki o'zingizga o'lim tilab turibsiz bu yerdasiz. Ma'qulmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning boshqa hadislarida o'qiymiz. Bu hadis ham siz bilan bizga kishi o'zini qatl qilishligi qanchalar katta gunoh ekanligini va qanchalar oqibatda ayanchli ekanligini bayon qiladi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anin nabiy sollallohu alayhi vasallam qol: "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fa huwa fi nari jahannama yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada." Kim o'zini tog'dan tashab qatl qilsa, u jahannam o'tida o'zini mana shunday qilib tashlab o'ldiradi, abadiy holda xolidan muddatan muhalladatan. Qiyomat qoyim bo'lguncha o'zini tog'dan tashlab o'ldirib turadi. Chunki o'zini joniga qasd qildimi? Hadisning davomida man tahassa summan faqatala nafsahu. Kim zahar ichib o'zini qatl qilsa, fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannama kholidan muhalladan fiha abada. Jahannamda ham qo'lida zahari bo'ladi, abadiy suratda mana shu zaharni ichib turib o'zini qatl qilib azoblaydi. Va man qatala nafsahu bi hadidatin. Kim o'zini bir temir bilan qatl qilsa, o'zini otib olsa, pichoq soyib olsa, xullas temir bilan qatl qilsa, ana shu temiri qo'lida bo'ladi, xolidan muhalladan abadiy suratda o'zini shu temir bilan qatl qilib turadi. Tushunarlimi? Insonlar nimaga o'zini qatl qiladi? Dunyoning ozgina bir sinovi, ozgina mashaqqati,
Allohning imtihoni kelgan paytda o'zi ko'tara olmaydi-da, o'zini o'ldirsa qutuladiganga o'xshaydi. Birodar, bu dunyodagi har qancha musibat bo'lsin, do'zax emasmi uni oqibati? U musibat yengillik. Qaytarib aytamiz, ustingizga qanaqa qiyin kun kelmasin, do'zax emas u kun, kelgan kun. Undan hammasi yengillik. Undan tashqari, ana shu musibat bizni qilgan fe'l atvorimizga yarasha keladi o'zi aslida. Va ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an kaseer deydi Alloh taolo Qur'onda. Ustingizlarga ne bir musibat kelmasin, o'zingizlar kasb qilgan ish tufayli keladi. Ya'ni kasb qilgan degan nima degani? Niyat qilishingiz kerak. O'sha ish gunoh bo'lib sizga yozilishi uchun niyat bo'lish kerak, qudratingiz yetish kerak va harakatga kelishingiz kerak. Mana shu 3 ta narsa jamlanganda sizning ishingiz kasb deyiladi. Ya'ni to'satdan qilib qo'ygan bir yomon ishingizga sizga gunoh yozilmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, to'satdan bo'lib qolgan savobga ham savob yozilmaydi. Niyat bor, qudratingiz bor va shuni amalga oshirdingiz. Shu 3 ta narsa bo'lganda kasb bo'ladi. Mo'minning ustiga kelgan biror musibat, kambag'allik bo'lsin, kasallik bo'lsin, puliga yoki bir boshqa narsaga bir nuqson yetsin, bular Alloh tomonidan kelgan muolaja. Chunki payg'ambarimizning boshqa hadislarida birovni oyog'i toyilib ketishi bormi dedi Rasululloh. Yoki bir qo'li qaltirab bir narsa tushib ketdi qo'lidan. Qo'lini qaltirab bir narsadan tushib ketishi bormi? Yoki bir cho'p tanangizga chizib qo'yishi bormi ki bima kasabat aydikum dedilar Rasululloh. Bo'lmasa eng melish narsalar, oyog'ingiz toyilib ketdi. Dedingiz, joningiz qiylandi. Yo qo'lingizdan piyolangiz tushib ketdi, lekin yoqmaydigan ishlar, mayda bo'lsa ham. Hatto mana shunday mayda ishlar ham sodir bo'lar ekan, qilgan ishinglar tufayli keladi. Hadisning davomida Rasululloh aytibdilar, Allohni kechib yuboradigani undan ko'proq. Demak, siz ustingizga kelgan musibat sizni o'zingizni qatl qilishga olib bormaslik kerak. Chunki jannatdan umidi bor, Allohning rahmatidan umidi bor bo'lgan odam bunaqa narsaga hech qachon qo'l urmaydi. Nima deydi mo'min? Inna lillahi va inna ilayhi rojiun deydi. Biz Allohning mulkimiz, Allohga qaytib boramiz. Pulingiz ketdi, bolangiz ketdi, uyingiz ketdi. Alloh berdi, Alloh oldi. Necha yil yashaysan? 100 yil yasharsan, baribir o'lasanmi? Shuning uchun musulmon odam hech qachon o'ziga o'zi qasd qilmaydi. Mana o'sha 2013-yilgi darsimizni olib eshitsanglar, suitsid haqida dars qilganmiz. Dunyoning birinchi 10taligida turadigan mana shu o'zini qatl qilish bo'yicha faqat g'arb mamlakatlari. Musulmonlar oxirgi o'rinlarda. Vaholanki o'zini qatl qilayotganlar birinchi o'rinda Xitoy, Amerika, Rossiya, Fransiya, G'arb, Yevropa mamlakatlari. Vaholanki ularning hayoti zo'r. Dinor dirhami o'rnida, maishati zo'r, lekin suitsidda eng ko'p shu edi. Xullas birodarlar, musulmon odam o'zini o'zi qatl qilishligi mumkin emas. Bu o'ta katta gunoh. Allohning rahmatidan bunday odam noumid bo'lgan bo'ladi. Endi oqibati nima bo'ladi ularni deyilsa, Alloh azza va jallaning ixtiyorida qoladi. Umid qilamiz, ana shu shafaat qiluvchilarning shafaati bo'ladi. Qalbida zarracha iymoni bor odamning jannatga chiqishligi haqida payg'ambarimizning hadislari bor. Shuning uchun o'zini qatl qilishlik musulmon hayoliga ham kelish kerak bo'lmagan narsa. Bu katta gunoh, buni qilmaslik kerak.